studiya formatdagi katta bitta zal kutib oladi o'rtoqlar. Keng, yorug' va mana bunaqa oppoq ranglardan ko'p foydalanishganligi mebelni yasagan ustalarga qoyil qolmoqchiman. Uyimiz aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Makon Realty'ning YouTube kanali obunachilari, o'rtoqlar, biz har doimgidek sizlarga noodatiy va haqiqatdan ham eksklyuzivniy bo'lgan uylarni ko'rsatishda davom etamiz. Bugun sizga ko'rsatadigan uyimiz Energy Oybek turar joy majmuasidan naqd 4 xona, 131 kvadrat metrli mana shunday hashamatli uyni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, videoni boshlaymiz o'rtoqlar. Uyga kirib kelishingiz bilan sizni studiya formatdagi katta bitta zal kutib oladi o'rtoqlar. Yumshoq mebel deysizmi? Oilaviy o'tiradigan yoki mehmon kutadigan o'tiradigan stul deysizmi? Mana bunaqa katta 75 talik televizorda bemalol dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Dizaynlarini haqiqatdan ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Zal bilan oshxonani studiya formatida chiroyli qilib ajratib qo'yishgan ekan o'rtoqlar. Mana shu zalga qaraydigan bo'lsangiz, oshxona alohida dunyo. Bu o'tirib dam oladigan zal alohida dunyo qilishgan. Zalga o'ziga mos qilib chiroyli bo'lgan mana bunaqa shkaflar ham yasab qo'yishibdi o'rtoqlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Meni o'zimga juda ham yoqdi. Zatemnoniy oynalar bilan chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana shu televizor orqasida dekorativniy bo'lgan devorga ahamiyat beringlar o'rtoqlar. Hamma narsasi zerjinli tonlarda chiroyli qilib remont qilishibdi o'rtoqlar. Agar sizga uy yoqqan bo'lsa, remont yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning remontni bahoylarini qo'yib ketinglar o'rtoqlar. Qanaqa darajada zal bilan oshxonani ajratib qo'yishgan o'rtoqlar. O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qo'yinglar va yurachani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men sizlarning e'tiboringizni mana shu oshxonaga qaratmoqchiman. Bu oshxonani shunaqangi chiroyli did bilan va hamma narsasini o'ylab qilishibdiki, ayollarimiz bu yerda haqiqatdan ham maza qilib komfortda ishlashadi. Oddiy misol, mana shu katta astrovokimiz, bu yoqda o'zining rakvinasi bor. Posudmoykasini ham bu yoqqa o'rnatib qo'yishgan. Hoffman brendiga tegishli chiroyli bo'lgan texnikalar ishlatilgan. Mana shu ko'rib turgan vichkalar Franke brendiga tegishli ekan. Frankeni biladiganlar o'zi biladi. Men bu mebelni yasagan ustalarga qoyil qolmoqchiman. Bizda ayollarimiz idishdan yugandan keyin idish taxlashga juda ham qiynalishadi. Lekin mana bu ishni nima deyapti? O'zingizlar bitta ko'ringlar. Bemalol idishlarni taxlab, talinka, piyola, kosalarni taxlab turib, yana shunday joyiga qilib qo'yishadi. Qiynalib, oyoqligini ko'tarib o'tirishmas ekan o'rtoqlar. Bu yo'g'a xaladinini ham skriti qilib, chiroyli qilib bekitib ketishibdi. Va mana shu bitta ahamiyat berib qo'yasizlar o'rtoqlar. Kirmoqshinani ham juda ham aql bilan mebelchilarimizni bekitib ketishibdi. Umuman oshxonani dizayniga texnikalar hech qanaqasiga xalaqit qolmagan o'rtoqlar. Mana bu eshikning orqasida bo'ladigan bo'lsa, sizlarni juda ham chiroyli bo'lgan va haqiqiy orom olishsa bo'ladigan dvor sizlarni kutib oladi o'rtoqlar. Bitta dvorni ko'rib o'zingizlar ahamiyat beringlar. Energy turar joy majmualarining eng zo'rlari bu dvor hisoblanadi. Endi sizlar bilan keyingi xonalarni ko'rishda davom etamiz. Uyga kirib kelishimiz bilan o'rtoqlar bitta chiroyli uzun koridor kutib oladi. Men bu eshikdan birinchi kirib kelganimda nimaga bunaqa koridor qilib qo'yishgan? Juda katta xonani bekorga vol qilishgan deb o'yladim. Lekin mana shu ahamiyat beringlar, hamma joyda skriti eshigi qo'yilibdi o'rtoqlar. Mana shu skriti shkafi orqasida mana shu rishini menga juda ham yoqdi o'rtoqlar. Oyoq kiyimi taxliz, bu yog'iga taxliz, bu yog'iga taxliz, yana yopib qo'yasiz. Prosta gap yo'q. Endi mana shu qatta eshik deb o'ylaysizlar o'rtoqlar. Mana shu ruchkasi bo'lmasa, to'g'risi topolmaysizlar. Bu uyni remont qilgan va eshigini qilgan usta akalarimizga bitta 5 baho qo'yib qo'yasiz o'rtoqlar. Bu ota-onalar uchun yotoqxonamiz keng, yorug' va mana bunaqa oppoq ranglardan ko'p foydalanishganligi uyni yanada chiroyli qilib ochib beryapti. Mana shu shkaflarga ham ahamiyat beringlar o'rtoqlar. Katta oq rangli ishlatilgan. Mana bu narsaga bitta ahamiyat beringlar. Ayollarimiz misol uchun bu yerda tillalarni, bemalol soatlarni saqlashligi mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib va bu yoqda katta garderob qilishgan o'rtoqlar. Bu yerda umuman kiyimlaringiz ortiqcha bo'lib qolmaydi. Mana shu skriti eshigiga yana bitta ahamiyat berishini xohlayman. Bu yerda hamma eshiklarimizni skriti qilishgan va bu skriti eshigini bekitishi rostakasi eplashgan. Bu eshigimiz orqasida bo'lsa,
bitta chiroyli bo'lgan, noodatiy dizaynga ega bo'lgan sanuzil bor o'rtoqlar. Bitta baholarni kommentariyada qo'yib ketinglar, remontimizda qanaqa chiqibdi. Ayollarimiz uchun qulaylik qilib, poldan patologgacha katta oyna qilishibdi, imam yo'lga chirog'ini ham qo'yib qo'yishdi o'rtoqlar. Bemalol maza qilib bo'yansa bo'lar ekan. Mana bu pardalari ham remontni rangiga, devorlar rangiga juda ham moslab qo'yishdi o'rtoqlar. Endi sizlar bilan keyingi xonalarni ko'ramiz. Juda ham to'q bo'lgan ko'k rang bu koridorga o'zgacha vid berib turibdi. Eshiklarni bekitishi juda ham chiroyli qilib eplashdi. Mana shu lepkalarigacha ham eshikni umuman xalaqit qilmaydigan qilib remont qilishibdi o'rtoqlar. Endi bu xonamiz bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi ota-onalarimiz uchun yotoqxona. Bu yotoqxonaga oq rang ishlatilgan, lekin mana bunaqa yashil xaki rangdan ishlatilgan mebelni qo'yishganligi bu xonani yanada chiroyli qilib ochar ekan. Bu yerda ham katta oyna, ayollarimiz bu joyda bemalol bo'yanib chiroyli bo'lishligi mumkin. Bu yerda ham o'zining televizori bor va xuddi shunaqa yana skriti eshik bilan bu yerga ham sanuzil qilishgan o'rtoqlar. Bitta sanuzilga kirib o'zingizlar baho beringlar. Qanaqa rangda ishlatilgan. Yotoqxonaga mos qilib turib, bu yerda ham yashil tonlidan ishlatib turib remont qilishgan ekan. Har bitta xona sanuzil birgalikda uyg'unlikda qilishdi o'rtoqlar. Endi keyingi xonamiz bo'lsa, bu bolalar uchun yotoqxona. Xohlasangiz o'zingizga spalniy qilib ham foydalansangiz bo'ladi, lekin bolalar uchun yotoqxona ham qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda ham chiroyli zatemnonni, stiklanniy bo'lgan shkaflarimiz. Nima deysizlar o'rtoqlar? Bu remont sizlarga yoqdimi? Energy turar joy majmuasida joylashgan bu 131 kvadrat metrlik uyimizni remontiga o'zingizlar bitta baho qo'yinglar. Sizga yoqdimi? Fikringizni bildirasizlar. Bu uyimizda bir emas, ikkita emas, naqd 3 ta yuvinish xonasi bor. Shunda bu yuvinish xonasi umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bu yerda strogi qora ranglardan foydalangan. Mana shu oddiy keramik granitlarni ham qora rangda foydalangan. Bu o'zgacha juda ham chiroyli vid berib turibdi o'rtoqlar. Endi sizlar bilan birga uyga narx haqida gaplashamiz. Toshkent shahrida bunaqa kvadraturali, bunaqa remontli uylarni topish katta jiloy komplekslarda juda ham qiyin bo'lib qoldi o'rtoqlar. Bu uyimizni 131 kvadrat, 4 xona, 2-qavatda joylashgan Energy Oybek turar joy majmuasidagi uyimiz aynan siz uchun, katta oilalar uchun juda ham mos ekan o'rtoqlar. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ha aytgancha o'rtoqlar, bu uyimiz sotiladi. Narxi 455 ming dollar deb baholandi va yana o'tadigan joy bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar va uyni shaxsan o'zim ko'rsataman. Makon Realty YouTube kanaliga yana bir bor xush kelibsizlar o'rtoqlar.